Markirovkaga oid juda ko'plab savollar kelib tushmoqda. Soliq qo'mitasining yangi bayonotidan markirovkaga oid eng muhim 3 ta faktni aytib o'tamiz. Birinchidan, soliqchilar darrov kelib jarima solishmaydi. Masofaviy tekshiruv orqali tizim xatoni aniqlaydi va sizga 2 marta ogohlantirish yuboradi. Xatoni to'g'rilashga imkoniyatingiz bo'ladi. Ikkinchidan, chakana savdoda 2D skaner ishlatish majburiy, lekin 2027-yilgacha ularni sotib olish uchun soliq imtiyozlari berilgan, ya'ni xarajatlarni to'liq davlat qoplab beradi. Uchinchidan, markirovkalangan tovarlarni ulgurji sotish endi faqat naqd pulsiz bo'ladi. Agar qoida buzilsa, 1 milliardlik aylanma uchun 20 million so'm jarima chiqishi mumkin. Lekin eng muhimi, tekshiruvda chiqadigan boshqa soliqlar bundan 5-6 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Shuningdek, suv va ichimliklar uchun talablar yana 2 yilga uzaytirildi. Shaxsiy kabinetingizdan xatolarni mutaxassis bilan hoziroq to'g'rilab qo'yishni unutmang.